5 gün üstülen o maç haksız bulgan buldu. Gepim dikkat kılınca mafilimi yürek biz 5 rakam yollap bersiz xoş. Unda ola qo'yib qo'ysa bir tal o maç 5 tal manata. 4 tal. 4 tal manata. Bir tal o maç ise 4 tal manat bersiz. Yoki 4 tal manat ise bir tal o maç bersiz. Shundaymi? Xoş. Anandagi sutchi. Sutchi. O'xshash. 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 Sutlanma agar 4 tal manat desam, yana o'xshash. O maçdan manat desam yana o'xshash. Faqat o maçdan ham pul ilamdi, manatla pul ilamdi. Qancha pul ilamdi? O'xshash qaysini azab ishtirisining puli o'xshash bo'lgan ekan. Mesela 4 tal manat bo'ldi. 6 qo'y. Mancha. O'xshash 6 qo'y. 4 tal manat bo'l. 6 qo'y. Nimacha? Qo'y. Shunga unda ma ketildi, ma'ni qildi. Matma pul elimda. Tushuntirib qo'yayman. Siz tushunmayotgan tushuntirib qo'ying. Bunda gap, endi bunda shu 4 tal manatni olmaysiz, ma'lumotlarni haqsiz bo'ldi demakchi. Gapim tushunadi. Agar bir qisqa manat deb qolsa, mana 6 tal chiqanda, 7 tal chiqadi. 7 tal chiqanda, mana balyonsimiz haqsiz bo'lib ketgan bo'ldi. Gapim tushunishsiz bo'ldi-ku. 4 tal manat desangiz, bu maç haqsiz, 4 tal manat desangiz, sut haqsiz. Faqat bu film chiqqandan boshlab oldimizgi juma kuni yana 26-slagacha xo'sh bu yerga o'rinlab qo'ysa biz lala kalgush uyurxansda. Bu mantıning shunda bir o'xshidiki bir olaylik bo'lsa, o'z qo'lida ximiya yug'urib, o'z qo'lida zo'l tutib, shunda o'xshagan mantılni o'z o'rinlig'iga chiqib. O'rni bizning Aqto'ning naya qanda deb aytsam bular. 4-yildan do'qmisha. Birinchi o'rta yo'lg'on maktabdan chiqqan vaqtda Aqto tarafga naytirib mangaqda 10 qo'ldak bilan do'qmish bo'lamiz. Mana 4-yildan jing'ozar. Jing'ozarniki men yen tarafidan lala kalgush uyurxansi edi mana. Mushedek aytib jumamsa.